Hammaga assalomu alaykum. Biza Yunusobod 16-kvartal keldik. Mana 16-kvartal. Shuni ro'parasida Orzular Xonsaroy sotiladigan ikki xonamiz bor. Ichkari podyezdlarni bitta ko'ringlar qani. Koridorlarni bitta ko'rsating. Koridorlari ham chiroyli ekan. Mana mehmon kelsa ham yo'l qo'ymaydigan, juda ham did bilan chiroyli qilingan ekan. Qani ko'ramiz. Qani ko'ramiz. O'zgarib ketamiz. Ichkari hovlisiga kirib oldik. Mana keng, juda yaxshi. Parkovkalarga joy bor ekan. Alohida podolda ham parkovka bor. Bolalar o'ynaydigan maydonchalari ham bor ekan. Mana hozir uyimizni birgalikda ko'ramiz. Mana shu 7 A blokka ichida bo'lar ekan. Mana kirib kelursiz, juda keng, katta, chiroyli, zamonaviy. Mehmon olib kelsangiz ham uyalib qolmaysiz. Ikkita katta liftlar ham bor ekan. Hozir birgalikda chiqamiz. Mana liftga ham chiqib oldik. 15-qavat. Bu yerda zinadan chiqadigan yo'l, ikkita o'ng tomonda qo'shni, sotiladigan uyimiz mana bu to'g'rida va ikkita chap tomonda qo'shnimiz. Mana bu yerda liftning joyi. Koridori juda ham katta, mana keng, zo'r ekan. Keling, uy birgalikda ko'ramiz. Mana uyga kirganimizda oppoqqina devorlar suv olgan ekan. Bizani sirazi sanuzel kutib olar ekan, alohida mana sanuzelga joyi bor. O'tdan chiqqandan keyin oshxona. Oshxonada qarasanglar, to'pli polga joy tashalgan. Kstati bu remontni bizning yaqin tanishlarimiz qilgan. Keyin bu yerda dukontini katyollar tashab ketishadi. Pollar siyashga qilingan, hammasi tayyor, provodkalar qilingan ekan. Kelinglar, terrasaga chiqaylik. Terrasa ham mana uzun katta ekan. Bu 10 kvadrat. Ko'chani ko'rsanglar bo'ladi, vidini. Endi hammaga ko'cha vidi yoqadi. Mana chorraha, Naryo Yunusobod krugi, telebashni ko'rinib turadi bu yerdan. Agarda mana bu o'rtadan kiradigan bo'lsak, bu yerda yo detskiy qilinadi yoki spalni qilinadi. Endi bu sal kichikroq ekan, detskiy qilsa bo'ladi. Mana televizorlarga joy tashalgan, bu ham chiroyli yaxshigan ekan. Mana buni orqasi katta spalni bo'lar ekan. Keling. Spalnimizni ham oyoq teglarini ham chiroyli qilib tashkil qilib qo'yishga tayyor. Agarda kimgadir mabodo katta studiya qilaman desa, devor biz tashlasa bo'ladi yoki bo'lmasa shunday qoldiradigan bo'lsanglar, ana provodkalar tayyor. Kimga agar dizaynerlar kerak bo'lsa, dizaynerlar ham tayyor. Uyimiz jami 60 kvadrat hisoblanadi. 15-qavat, 17-qavatli uyda. Uyimiz narxi hozir kun 78 kelishadigan joylari bor. Pastda telefon raqam qoldirganman, murojaat qilsanglar, o'zim sizga uy ko'rsatib beraman.